Hammaga salom. Qani ketdik bugun bizlar Buxorodan Afrikagacha ketamiz. Ana Buxorodan bu Toshkent aeroportida hozir tayyorgarlik ketyapti. Men o'z vaqtimizni kutyapman. Пересадка bilan primoy reys yo'q ekan Afrikagacha. Toshkentdan Qatargacha, Qatardan Afrikagacha. Qani ketdik yo'l olamiz, birga tomosha qilamiz. Sizlarga hozir hamma narsani ko'rsatib beraman. Qatar aeroporti qanaqa chiroyli, вообще hashamatli, hamma narsa bor. Yo'q narsani o'zi yo'q. Hamma narsani topib bilasizlar. Samolyotning ichida beradigan ovqatlar ham shunaqa mazali. Qatar anaqasiga agar o'tirgan bo'lsalaringiz yaxshi bilasizlar. Ovqatlari ham shunaqa mazali. Вообще gap yo'q. Qatar aeroporti ham shunaqa hashamatli, shunaqa katta вообще. Kataligi menimcha ikkinchi o'rindami nima, birinchi o'rinda Turkiya bo'lsa agar, Qatar по-моему ikkinchi o'rin, bilmayman. Birinchi eshitgan, endi bu aniq ma'lumot emas. Men shunday eshitgandim, o'zim tekshirib ko'rmaganman. Birinchi mesdaga shu Turkiyanikini deb eshitganman, keyin Qatar deb bilmayman yana. Bundan ham kattalari bordir, ko'rmaganman. Men faqat Istanbul aeroportini ko'rganman, ana Qatar aeroportini ko'ribman, Dubay aeroportini ko'rganman. Hozircha shularni. Ana ketdik, uchib ketyapmiz. Bizlar hozir qayerdan menimcha bu Toshkentdan Qatarga uchyapmiz. Hayat bu komediya, kim uchun tragediya, hech narsa qilmaydiya, yasha vachacha. Vachacha, 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 vaya vaya vachacha, 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 vay vaya vachacha. Bo'lsam sangane, 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 mos bo'lsam sangane, 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 shaq shaq yo Jamshid, shaq shaq yo Jamshid. Endi hozir biz Qatar aeroportida tranzit vaqtimiz, biz kutyapmiz, uchish vaqtimizni kelishini kutib o'tirgan paytda ovqatlanib olib, hammasi yaxshi. Juda ham chiroyli aylanish uchun tranzit vaqtlaringiz bo'lsa 10 soatmi, 5 soatmi, necha soat bo'lsa aylanib yurishlaringizga juda ham ko'p qiziqarli narsalar bor. Komediya, kim uchun tragediya, hech narsa qilmaydiya, yasha vachacha. Vachacha, 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 vaya vaya vachacha, 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 vay vaya vachacha. Bo'lsam sangane, 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 mos bo'lsam sangane, 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 shaq shaq yo Jamshid, shaq shaq yo Jamshid. Бьет копытом он, ищет седока, оттолкнул тот конь наши берега.
ana uchib ketdik Afrikaga qarab. Bunaqa osmonda shunaqa chiroyli video lahzalar faqat sizlar uchun ko'ringlar. Sizlarga ham nasib qilsin shunaqa joylarga uchib borishni, mazza qilib aylanishni hammalaringizga tilab qolaman. Ana yetib keldik Dar es Salaamga, Afrikaning Dar es Salaam degan shahrigami, anaqasiga короче yetib keldik biz. Ana hozir Afrikani endi shunaqa joylar bor ekan. Aeroportdan chiqdingizki shunaqa manzara sizni kutib oladi. Shunaqa manzaradan unaqa bularga ham rikshasi bor ekan. Rikshaga o'tirib bizlar mehmonxonaga yo'l oldik. Mehmonxonaga kelgandan keyin o'zi men tamom beri nimalarnidir gapiryapman. Mehmonxonaga kelgancha video biron joyga qolib ketdi. Yo'zi oldinroqqa chiqib qoladi. Agar e'tibor berib tomosha qilsangiz oldinroqqa chiqishi ham mumkin. Beraman muxlislarga gapiryapman, haterlarga gapiryapman. Berana man tayyor bo'lib o'tiribman, chiroyli bo'lib. Sevgilimni kelishiga, aeroportga keldik. Sevgilimni kutib olishga chiqmayapti. Oho, o'zi ham bir qancha kutdik. O sevgilimni ukasi qancha kutdik biza. Beri ashula xonam kelgan ekan, bitta artist. O'shani birgalar odamlar kutib olishga chiqqan. Ertami indinmi, qaysi payshanba kunmi, juma kun konsert berayotgan ekan bitta ashulachi o'sha. Tamam, biza keldik yana qaytib gostinitsaga room tour qilish esimdan chiqibdi. Lekin rostini aytsam, men inakda shunaqa xursand bo'lgan paytlarimda ana shu videoga olish esimdan chiqib qoladi-da. Men faqat zerikkan paytim video olishni yaxshi ko'raman. Xursandchilik paytida vechna esdan chiqadi. Ana sevgilim bilan ikkalamiz xursand bo'lib aylanishga chiqib ketyapmiz. Aylanishga hozir biz yo'l oldik. Birinchi marta ikkalamiz sayohatga chiqqanimiz. Birinchi marta u ham menga Afrikani ko'rsatibdi. Sevgilim bera o'zimda xursandman. Endi shunaqa chiroyli joylar, bunaqa joylarni birinchi marta ko'ribman. Nima tan olaman, men bu boshqa birovlarda ko'rib shuncha bo'ldim deyman. Birinchi marta ko'ribman shunaqa chiroyli joylar. Va aytadilar-ku, 1000 marta eshitgandan ko'ra bir marta ko'rgan afzal. Xuddi o'shana. Men buni videodan sizlarga ko'rsatib bera olmayman. Atmosferani, havosi-ku va shunaqa toza, chang degan narsani o'zi yo'q. Shunaqa daraxtlarga qaraysizlar-ku, barglar, daraxtlarni bargi xuddi искусственный. Вообще очень красиво. Hayat bu komediya, kim uchun tragediya, hech narsa qilmaydiya, yasha vachacha. Wachacha, 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 waya waya wachacha, 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 waya waya wachacha. Bo'lsam sangane, mot bo'lsam sangane, shaq yo Jamshid, shaq yo Jamshid. Endi beri завтрак time, zavtrak qilishga chiqdik biz. Zavtrakda shunaqa narsalar bor ekan, juda ham mazali zavtrak. Gostinitsani o'ziga juda ham mazali ovqatlar, вообще zo'r, hammasi shunaqa svejiy, hammasi zo'r. Ana shera bilasizlarmi, 45 kun yurdim.
shunaqa yerdim вообще kilo olganim yo'q. Ana shu 45 kun borku umuman og'iz tinmaydi, lekin kilo 1 kilo olmabman dajda. Havoni tozaligidanmi yo narsalarni hammasi bilan svejligidan bilmayman nimadan. Ana beraman ana marakuyni tatib ko'ribman. Degustatsiya marakuya здесь. Короче, men bunga gapirib olgan videom bor. Instagramga agar xohlasalaringiz ko'rishlaringiz mumkin. Instagramga ayam sanginova deb yozsalaringiz chiqadi. Shunaqangi shirin berdi. O'zimizdagi marakuylar bunaqa shirin emas, umuman shirin emas, bilasizlarmi? Вообще borku shuna zo'r endi hozir ko'p hamma boshlamasin. Birinchi marta kim nima zato tan olamanda. Hay nima deysizlar endi? Ana shuna degustatsiya qilibdi bachcha bera. Marakuyni shuna kisli, sladkiy, shirincha nimalarnidir ta'mi вообще zo'r. Hozir dalshi biza bugun ovqat pishirishim. Ana men sizlarga hozir pasta qilibman. Krevetki bilan shrimp bilan pasta, mushroom, shrimp, makaron bilan pastani tayyorlayapman. Tayyorlanish jarayoni bizlarga nima kerak bo'ladi? Piyoz, mushroom, shrimp, makaron. Tamam. Hamma joylarga yog'larni uchirib o'zim borku bir ovqat qilsam agar, hamma joyni rastvosini chiqarsam kerakmi? Yo'q, rastvosini chiqarmayman. Tozalayman, baribir mana qizartirib shunaqangi chiroyli pasta tayyor. Shunaqa ta'mi borku, endi bilasizlarmi, вообще bomba. Bu ham o'sha gap 1000 marta eshitgandan ko'ra 1 marta tatib ko'rgan yaxshi deylar. Bu ham o'sha gap. Tamam, bera endi biz o'zimiz kokteyl time qilibmiz. Bu yerda sevgilim shariga tegishli ovqat pishirganlar buni o'ta egusi sup deyiladi. Ana bera biza kechqurun ko'cha ketibmiz. Party time. Sevgilim man, ukasi uchalamiz partiga ketibmiz. Partiga chiroyli bo'lib tayyorlanib biz party time qilish uchun chiqibmiz. Hayat bu kam diye, kim uchun tragediya, hech narsa qilmaydiya, yasha vachacha. Wachacha, 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 waya waya wachacha, 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 waya waya wachacha. Bo'lsam sangane mot bo'lsam sangane shaq yo jamshid shaq yo jamshid. Ana shunaqa party holyam davom etibdi, вообще zo'r etibdi. Zajigay narod deb ana biz shunaqa xursand bo'lib, o'ynab, yayrab, kulib o'tiribmiz, ish qilib, вообще zo'r. Вообще boshqachada bizaga bunaqa emas-ku. Endi hayronam bo'ladi odam. Bu yerda вообще hamma narsa boshqacha. Bizada bunaqa yo'q. Tamam, уже breakfast time. Biz breakfast o'zimiz завтракni taxlab, ujinga ham o'tib ketdik-da. Bera nimalarnidir qo'yish esimdan chiqib ketgan. Sorry. Endi bera men aylanishga bozorga yuribmiz. Bu Afrikani ana bu qayerda edi? Dar es Salaam, Tanzaniyaning bu yer уже Zanzibar. Ana bu самый интересный и вообще четкий bomba chiroyli joy, bilasam, shunaqangi chiroyli. Bu Maldivlar bera damini o'zida вообще shkarna и класс. И hech kim yo'q. Samый главный, biz не sezon paytiga borgandik-da. Odam umuman yo'q. Buni qarang, shunday xonangizdan ana shu vid
вообще shikarni. Endi buni so'z bilan aytib bo'lmaydi. Только так borib ko'rish kerak. Mazza qilish uchun borib ko'rsangiz mazza qilasiz deganga borib ana shu gap. Shunaqangi chiroyli вообще bu rasm videolardan bunaqa atmosferani berib bo'lmaydi. Umuman bu atmosferani berib bo'lmaydi. Umuman